Balakat kelin. Ha jiyan, amakingga suyan. Amakijon kelibdilar. Qo'llaridan tarvuzi olmaysanmi? Amaki, tarvuz o'rniga shoppa ololmabsiz-da, yumshoqroq tushadi. Jiyan, kelinni sho'xidan olibsan-da. O'tir nima aytadi, o'zim oshqib beraman o'choqda. Tarvuz qizil ekan, lekin. Buni nima qilmaydi? Qachon ko'rsataman. Voy. Jonim amaqimni naqib qo'yding. Hech narsa qilganim yo'q. O'zinglar aralashib bilmayapsan, tavba qil. Yeding va bilan. Kelay siz amakingga nima qilib qo'ydingiz? Qanaqa palaka kelsiz? Siz nima bunday qilyapsiz? Havo yetmab yine qavut nima qilgan qo'ying. Oling amakijon. Yo'q, kelin, mana buni ustiga qo'ya qoling. Sizdan choy olish xavfli-da. Tog'a siz yuzdan yashamayman, ketaman. Ey, to'xta-chi. Bu to'q miya nima qilib qo'ying bilasanmi? Ertaga tug'ilgan kuningda jiyanimni xafa qilding. Tug'ilgan kunimda. Ha mayli, ertaga uyga borib sovg'a berarman. Jiyan, bu senga tug'ilgan kuningga sovg'a. Rahmat, men bunday kutmagandim, to'g'risi buncha chiroyli bilan. Uchib ketolma. Dada, O'g'lim qayerga ketdi? Uchib ketdi. Qayerga uchib ketdi? Tepaga. O'zing o'chkur, pulim yo'q, qattiq beraman. Menga kelib doim shunaqa, doim siz pulingiz bo'lmaydi. Voy kerak. Nima bo'lyapti o'g'lim? Yana ne janjallashyapsizlar? Ko'rmaysizmi, keliningizni telefon olib bering deydi. Ha, pulim yo'q deb olmay tushunmaydi. Boydan beri chakka ochyapti shunga. O'g'lim, buni yo'li bor-ku. Puling bo'lmasa olib beraman deb qo'y, jag'i o'chadi. Keyin olib berolmasanmi? Yana olib beraman deb va'da beribsan. Olib bermayman desang janjal bo'lyapti, bolam. Bir tomonda to'g'ri aytyapsan. Xotin, bo'pti, aytgan telefoningni olib beraman. Rostdanmi va'da berasizmi? Va'da beraman. Adasi kechga nima ovqat qilay? Xotin, mana so'ragan telefoning. O'yitib turibsizmi? Alamayapsizmi? Allohga yo'q. Shu kuni senga va'da berdim-ku. Ertasi kuni ishxonadan bertirishdi-ku. Yaxshilik xodimiga shuni san tutaq. Voy, adasi ko'p rahmat. Shu yana bitta iltimosim bor-da, bilasiz. Yaqinda singlimni to'yi, qo'llarim bo'shab qolgan. Shunga bitta uzuk bilan bitta bilaguzuk olib bera olasizmi? Ha, buni olib beraman. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Voy, rahmat, buni gruppaga tashlab hamma. Ha, o'g'iltoy, men aytgan uslub ish beryaptimi? Ada, siz aytganingizni qolmay, olam har kuni tinchaydi. Buni siri shunda-da, ayollar qulog'i bilan sevadi. Men onangga 30 yildan beri ko'ylak olib beraman deb va'da beraman. Ha, olib berdingizmi? Yo'q, va'da berishni davom etaman. Zato oilamiz tinch. Adasi so'rani olibsiz-a. Qimmatini oldim-da. Oldin nima so'rasam, yo'q derdingiz. O'zi oldinlar g'irt ahmoq bo'lgan ekanman. Ha, yo'q dedim, haqiqatan yo'q bo'lib ketardi. O'zi xotin kishi nima so'rasa, olib beraman deb va'da berish kerak ekan. O'zi yetqizar ekan. Adasi shu bolalarni bog'chaga olib borib kelganda bitta mashina olib bering. Mashinami, voy? Va'da berasizmi? Va'da beraman. O'g'ri, kelin. To'yimiz ham bo'ldi. Bu yog'iga endi faqat baxtli yashaymiz, shuna alaqa. Gilozni qo'yib turing. Mani bitta aybim bor. Sizga yetmasam bo'lmaydi. To'xtab tur. Gaplashishga bemor vaqtimiz bor. Soat necha bo'ldi? Soatim qani meni? Men sizga shuni aytmoqchi edim-da, o'zim bilmagan holda o'g'irlik qilib qo'yaman. To'xtab tur og'iz. Nima deysan? O'rta boya to'yinda sen bilan rasmga tushgani bordim-ku. O'shandan beri telefonim yo'q. Ko'rmadingmi? Yo'q. Ha, to'xtab turchi. Mana qarang, tog'aynimmi? Nimada? Voy, bile. Aytdim-ku, o'zim bilmagan holda qo'lim qichib o'g'irlik qilib qo'yaman. Sal xomish qilib qo'yimiz. Nima xomish qilamiz? Keliningizni qo'li sal egriroq ekan. Vohma qilma. Ada, qo'lingizni o'zingiz qani? Rostdan ham qani? Assalomu alaykum, adajon, choy olib keldim. Mana qara adamni. Mana. Shuni. Qattiq olding buni. Tushib qolgan ekan. Bilaman qanaqa tushib qolganini. Ada, mana tushib qo'yibsiz-ku o'zingiz. 20 yil sovunlab yetolmasdi-ba. Qanaqa tushib qolgan ekan? Mashina olgansiz, u mashinada ketaylik. Ha, bu yangi mashina bo'lsa, hali nomer taqmaganman. Ha, ko'chada gay ko'rsa shtrafnoga tiqib qo'yadi. Ha, unda nimada ketamiz? Ana taksi chaqirib qo'yganman, yur kelgan. Xotin, men seni Manhattanning Chinozor filialiga olib kelganman. Mana futbolkalarni qaragin, narxi atiga 99 ming so'm ekan. Hamma ranglari, razmerlari bor ekan. Futbolkani yarashib turishini qaragin menga. Siz uni buni
qo'ying yoz kitobchalarini qarang, hammasi atigini 99 ming, barsovkalar esa atigini 100 ming so'm. Bularni har xil ranglari va rasmiyati ham bor. Xotin bu chegirmalar 5, 6, 7 iyul kunlari Manhattan do'konlarining hamma fillarida amal qiladi. Adasi mana bu loshkani qarang, tingillatib yuboring-mi? Sharmanda qilasan-ku odamni. Undan ko'rasa nima kerak bo'lsa, mendan so'ragan pul beraman. Mana hozir ham ishlatib turishing uchun pul berib turaman. Qani cho'chingda hozir turibdi. Nech pul olib pulingizda? Nomer taxsis mashinangizni haydasa bo'ladimi? Ha, nomer taksi bo'ldi, haydaveramiz. Unda nomer olish kerak ekan-da. Mana olgan taksining puli, rahmat. Assalomu alaykum. Adasi, endi mashinangizni haydasangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Chunki taksi nomerini yechib oldim. Xo'jayingga hayron qolaman deb. Nuqul ish qilsang, tepaga turib g'oddayib. Xuddi bir foydali ish qilsa mayli edi. Tepada turgandan keyin odam ish qila olmaydi. Do'dirab qolasan-ku, tushunmaysanmi? Baraka topgur, xo'jayinsan-ku, ishdan olib pishirib qo'yibdimi? Xonangda o'tir, televizor ko'rib, betda biz ishni yortashamaymiz. To'g'ri aytasan. Va yurlaring ish qilinglar, o'z xo'jayin kelib qoladilar. Ha, bo'ldi. Tepangizda tursam ish qila olmaysiz-ku do'dirab. Aman xonamga chiqib televizor ko'ra qoling, siz bu yerda ishni yorib tashlang. Ya, mayli. Voy. Abetga gumma berdi. Xo'jayinsan, farosatingni ishlat. Biz og'ir mehnat qilamiz-ku. Undan ko'rasa baqvat osh ber. Shashlik bermaysanmi? Biz ish changini chiqarib olmaymizmi? Baqir-chaqir qilmasdan berganni yeyursin-chi. Bolla, abet. Siz to'xtang. Siz og'ir ish qilar ekansiz. Yana baqvat ovqat yeyishingiz kerak ekan abetga. Men shuning uchun sizga osh olib kelib qo'ydim. Bir yeb olib ish changini chiqarib tashlang. Gumam yeyverardim. Nima bo'ldi? Men aniq bilaman, oramizda qula bor. Kimdir yetkazibdi xo'jayinga gapni. Undan o'shib qaraydi. Bayram yaqin xo'jayin premiya berarmikan? Bilib qo'y. Dunyoda bitta past xo'jayin bo'lsa, o'sha bizani xo'jayin bo'ladi. Har doimda 100 ming so'm berib qo'yadi. U pulga go'sht ham bermaydi-ku. Rahbar odamsan. Sal qo'shib ber, go'sht olib kiraylik uyga olib, unda bayram qilib. Men past xo'jayin emasman. Mana sizga bayramga 150 ming so'm pul, 1 kilo go'sht beradi. Bir maza qiling. Bilas quloq. Men senga ham 150. Rahmat xo'jayin. To'xtang. Siz yaxshi ishladingiz. Sizniki alohida tema. Sizga dollar rahmat. Qulog'im yaxshi ishlab turar ekan, cho'chchagim qappayoradi. Qancha so'rayapsiz bu mashinaga? 10 bo'lsa berib yuboraman. Tozami? Top-toza. Naqd 8 beraman. Ya, 10 bo'lsa berib yuboraman. 8 bo'lsa bering. Men bozorni bo'risi bo'laman. Mana sizga $100 zakla. To'g'ri kelsa bering. Qo'ya qoling, minutchiga sota qoling. Baribir sizlar olib sotarsizlar. Bozorda olib sotardan mardi yo'q. Bering. Ya, rahmat. Aka, men o'zim haydashga olmoqchiman-da. Aytgan narxlari $100 qo'shib beraman. Menga bera qoling shu mashinani. Ana o'zingiz minasizmi? Men o'zim haydayman, okajon. Bo'ldi, baraka. Baraka. Ustozim. Shogird, sotdingmi mashinangni? Sizni gapingizga kiribchi, bir oydan beri sotolmayotgan 7 mingli mashinamni 8100 sotib oldim. Mana sizni to'laysiz. Shogird, o'shaning uchun ustozingni itganini qilgan. To'g'ri aytgan ekan o'zi. Chunchur so'ysa ham qassob so'ysin ekan. Siz bozorni bo'risiz, ustozim. Assalomu alaykum, adasi, yaxshi kelibsizmi ishda? Sendan yog' hidi kelyapti. Bir eri kutib olishni ham bilmaysan. Yo'qol ko'zimdan nariqqa. Bo'ladi. Menga qara o'g'iltoy, kecha kafedan begona qiz bilan chiqqaningni ko'rdim. Qattiq qalan qizdagi pul sarflaguncha uydagi xotiningga pul sarfla. Bunaqa yurganingni ikkinchi ko'rmay. Obada. Rostdan ham xotinimga pul berib ko'ring-chi, nima qilar ekan? Xotin, bakki. Hozir adasi. Labbi. Men $100 senga, o'zing ishlat. Voy, rahmat adasi. Tinchlikmi? Kimni tug'ilgan kuni bugun? Assalomu alaykum adasi. Hech kimni tug'ilgan kun emas, ishdan charchamay keldingizmi? Ayo, ochilib ketsanmi xotin? Sandan xushbo'y hidlar kelyapti. Siz yoqtirgan tort pishirib qo'ydim. Qatdan shuncha harakatga pul olding-a? Kecha o'zingiz pul berdingiz-ku, adasi ishlatgin deb. Malades xotin. Bo'lmasa-chi bugun senga 100 emas, $200 beraman. O'zing ishla. Voy, rahmat adasi.
voy bugun ja kechagidan ham boshqacha-yu. Tabakkali, shashli, qo'l mevali, shirinliklar. Ochilib ketsanmi xotin? Yenga ko'na oldingmi? Ha buni siri nimada? Adasi siz menga pul beryapsiz-ku, o'zing ishlat deb shunga ko'ylaklar oldim, atirlar oldim. Yoqdimi sizga dasturxon? Xotin senga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana podkasi o'zingiz ishlatmaladingiz. Adasi hammasi menga rahmat adasi. O'zi oldin yurgan ekanman-da, qalani qasangalarga pul sarflab, o'zi pulni xotinga sarflash kerak ekan. Barakat, keli. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi-ya. Kenayim qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'q, his qilasan. Gilam to'g'rilab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Keling, his qildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshni esa o'ylayapsizmi? Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. Ko'tarolmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha tog'a, siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayim qattiq ekanlar, ha. Kenay nima qilyapsiz? Meni shaptiring. Yana nima qildi? Meni shaptiring. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayapti-mi? Tushmayaptimi? Bering, buni mana nima qiladi? Sen jinnimi? Sen xunaning qursin. Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Mana soppasa o'tirdi. Uyga kiring, tog'a. Yo'q, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zinglar bu yoqqa chiqaveringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiring, tog'aga. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon. Sinfdoshingga uylansang. Bash kerak bo'lgan. Hurmat. Assalomu. Assalomu alaykum. Oy, Matam Masubet. Klasskom bo'lganman-da, bilasani o'rganib qolganman. Hamma uydami? Adajon G'iyosov embalari bor, kecha uyga kelmagan. Birida sansirama. Men yetmadimi 100 dollar beraman. Adajon embalari sababli ekan. Katta tanafusga zvonok qachon chaladi? Nega? Men uy ishlaridan zerikib ketdim. Maktab sog'indim. Bugun dars 7 soat bo'ladi. Tanaffus yo'q. Ishni davom ettiring. Klasskom. Menga qara, nega qizlarni esdalik kundaligiga sevganingiz bormi degan savolga ha bosh harf S deb qo'ygansa, a? Avvalambor sen meni sansirama. Men seni ering bo'laman. Sindoshing emas. Mayli, nega S deb yozib qo'ygansiz? Sindoshimiz Sarvarami yo Sevinchmi yo Sitormi, a? Kimdir chaqirdi? S deb yozgan ekanman-mi? Ha. O'sha san demoqchi bo'lganman. Voy, rostdanmi? O'sha vaqtda ham yoqtirishingni bilardim. Ha, ket o'zsan. Onamlarnikiga. Nega? 3 oy yoziq kanikul boshlandi-ku. Bora olmaysan cho'li kanikul oling. Nega? Chunki senga lager gaplashib qo'yganman. Qayerda? Mana, bizning uyda lager. Sinfdosh. Ustoz, nega Moshta bozorga keldik? Shogird, men senga jentro bermoqchiman. O'zing nomingga o'tkazib beraman. Tushundingmi? Shuning uchun mana mashina bozori bo'lsa, marta kamollarga kelganman. Okey, mashinadan ko'rsing shunga. Mashina masla. Kraskalari toza. Malibu rul, Malibu bar. Ustoz, mashina olaman, katta bola bo'lib yuraman, mashina yoqdi. Bo'ldi, necha pul qilib berasiz? Sizlarga 10 mingga berib yuboraman. So'dalashib o'tiring. Mana 200 dollar zakat, qolgan pul kartada. Ertaga naqd qilib, ertalab olib kelaman, shogird nomiga o'tkazib berasiz. Barakasini bersin. Mayli. Yaxshimisizlar? Mabodo shu telefonni olib qola olmaysizlarmi? Pul juda ham zararlida. Arzonga berib yuboraman. Atigini 700 dollar. Jon deb olib qolardim. Shu shogirdimga mashina olib beraman, va'da berib qo'yganman. Pul tejashim kerak edi. Ustozim, olavering, o'zim olib beraman, menga mashina olib beryapsizmi? Voy, rosa mehribon ekansiz. Rahmat. Yaxshilik qaytargan-ya.
Marat aka pasportimni olib keldim. Nomimga o'tkazib bering mashinani. Qanaqa mashinani? Kecha ustoz bilan 200 dollar zakat berib ketdi-ku, menga oldi-ku. Voy, u odam juda maraz odam ekan. Kechqurun soat 10 da kelib, uyimga to'polon qilib 200 dollarni olib ketgan. Ya, ustoz, meni aldamanglar, yedirib ketmanglar ustoz, ha? Mana 200 dollar saniki, 500 maniki. Ya, shogird telefon qotdi-ku. Hoy, mashina bozorga borib olgan bo'lsa kerak. Men qizil sanga. Ah, onasini emsin. Yedirib ketibdilar-yu. Harakat kelin. Ajiya, chet eldaligimda uylanib olsa, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tilla, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Tog'am. Nima qo'ydi tog'am? Men qayerdan bilay, o'zlarini davleniyalari bor ekan, tavba qil. Keliningiz qalay ekan tog'a? Jiya, men uyga keta qolay. O'z yaqinda keldingiz. Turing, yuz qo'lingizni yuvib oling. Tog'a yuzlarini yuvib bo'ldi. Men sochimni. Shundoq. Yosh bolami, siz bering, men. Tavba qil. Boshimni poyladimi kelin? Headshot bo'ldi-yu. Omey. Boshim Siz qon chiqib o'lasiz. boshim aylanib ketyapti-da, jiya. Menga qara, o'zi davlini o'chashni bilsam, g'alati bo'lib qo'llar ko'karib ketdi-ku. Bilaman, 3 yil kollejda o'qiganman. Jim turing, pulsini eshitolmayapman. Jiya, o'ng qo'limni kesib tashladinglarmi? Legunadan tog'a? Sezmayapman. To'xta. Tog'anadan nariroq yurgin, tushundingmi? Uylarga sog' salomat ketsinlar. Palakat. Hali ko'rsatib qo'yaman kim palakatligini. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Tayyor bo'ldi. Ay, oyog'im kuydi. Pul o'lsin, tog'a pul o'lsin. Tog'a, bus-butunligingizni yuziga yetib ola qoling, 5 oling bo'pti. Qo'l ishlamayapti, jiya. Tog'ajon yana kelib turing, xo'p? Boshqa qaytmayman, kelin. Xotin, bugungi qilgan hamma palakatlaring tog'am gurda menga urmadilar-ku, palakat. Voy, chiris qilsin, palakat emasman. No, not you know, nigga. Tog'a, tog' tegmadi bo'lib ketdi. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to